Bir ayol har doim kichkina likopchaga sumbaragini qilib solar ekan, orqasidan toshib ketar ekan, to'kilar ekan yoniga. Keyin buni turmush o'rtog'i nimaga shunga solasan? Nima uchun katta laganlar bor bunga solmaysan? Lekin har doim bilmayman, onam shunday qilardi. Tuxumbarak shunga solish kerak. Biz shunga solgan, shunga solish kerak. Bo'pti, onangdan so'radi, onasidan desa, bilmayman, onam shunday qilardi. U ham onasidan so'rasa, bilmayman, onam shunday qilardi. U ham onasidan so'rasanda bizda yo'qchilik davri bo'lgan, urush davri bo'lgan, ocharchilik, qiyinchilik davri bo'lgan. Bu shuning uchun biz o'sha tarelka faqat shunaqa kichkina likopcha bo'lgan, shunga solib ishlatganmiz degan ekan. Tushunmagan odatlarimizni takrorlashimiz aynan biz o'sha o'zimiz tushunmagan odatlarni ko'chirganligimizdan, bilmagan travmalar ichimizda yashayotganidan, hozirgacha og'riqlarimiz yashayotganidan biz xuddi shu hayotda, xuddi shu og'riqlarda, xuddi shu azob sindromida tushib qolganligimiz uchun xuddi mana shu vaziyatda yashaymiz.